Plyos sezoni kelgani sababli Agrimax samodelka drabilkalarini olib kelib qo'ydi. Universal drabilkalar bo'ladi bular. Hozir birma-bir tanishtirib va undan keyin manaqangi yo'g'on bo'lgan ho'l makkapoyamizni chiqarib ko'rsatib beramiz birma-bir. Ha, yonida qamichimiz ham bor. O'zimizni suvlarni bo'yida o'sadigan qamishlarimiz. Xo'p, bu drabilkamizni komplegida bunaqangi upakovka holatda 4 xil setkasi bo'ladi. Ikkita donga, ikkita o'tga bo'ladi. Bunisi donlarni kepay holatgacha keltirib beradi. Bunisi donni yorma qilib beradi. Bunisi o'tni yiri chiqarib beradi. Bunisida o't mayin holatda chiqadi. Qo'ylarga bergan juda ham qulay bo'ladi. Xo'p, ustida mana varankasi bor. Bu don maydalaganda kerak bo'ladi. Yopib turib, donni paqirlab har qancha bo'lsa to'kib, bu yerdan tushaveradi, o'zi chiqaraveradi. Bu yerdan bo'lsa makkani sotasi bilan solishga mo'ljallangan bo'ladi. O't chiqargani kelganda bu olib qo'yiladi. Tishlari 14 talik bo'ladi. Qo'shimchasiga malatkovoy ham bo'ladi. Jami 20 tadan tishi bo'ladi. Motoriga kelsak, motori 202 kilovat, 4 kilovat, 3 kilovat hammasidan bor. Narxlari bir xil, xudo xolasa. Yetalab yurishga ham qulay. Shuni bitta qo'lingizda yetalab bemalol u joydan bu joyga jildirib ishlatganingizda vibratsiya bo'lib ketib qolmaydi. Oyog'ida, uch oyog'ida ham rezinkalar joylashgan bo'ladi. Hozir eng mayin o'tga mayin setkasini qo'yib ishlatib beramiz. Don mahsulotini maydalaganda tashqariga chang chiqarmasligini oldini olish uchun qo'yilgan bo'ladi. Setkasini qo'yib oldik. Xo'p, orqasida mana kuruchogi bo'ladi. Bitta ko'rsatib qo'yasiz. Bitta kuruchok bilan yengil ochiladi mana. Yopildi. Xudo xolasa endi bitta makkapoyamizni chiqarib ko'rsatib beramiz.